Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hayotida ro'y bergan muhim voqea-hodisalar haqida xabar beruvchi hafta dayjesti loyihasi o'zining navbatdagi sonini boshlaydi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion yondashuv va zamonaviy tendensiyalar mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Institut rektori professor Shahzoda Nigmatova so'zga chiqib, konferensiya ishtirokchilariga omad tiladi. Shuningdek, Samarqand davlat chet tillar instituti professori G'aybullo Mirsanov, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti Nodira Isakova, Tojikistonning Xo'jand davlat universiteti dotsenti Olimxo'ja Ismoilov, Zoom platformasi orqali Malayziyaning Sultan Idris universiteti professori Che Zalina, Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti Sherzod Jabborov, Fransiyaning Sorbonna universiteti professori Adrien Alp-Valiantlar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Adiz Boboyev Oqdaryo tumanidagi ustoz sihatgohida ta'lim sohasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Bunda pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari rektorlari, umumta'lim maktablari direktorlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari, faxriy ustozlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etib, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha o'z taklif va mulohazalarini bildirishdi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Samarqand viloyati kengashi tashabbusi bilan Silk Road Samarkand Boqiy shahar amfiteatrida talaba yoshlar uchun tantanali talabalar oqshomi nomli gala-konsert dasturi tashkil etildi. Xotira abadiy shiori ostida oliy ta'lim muassasalari Qalqon jamoatchilik guruhi a'zolari o'rtasida o'tkazilgan intellektual o'yinlar, harbiy sport musobaqalari natijalariga ko'ra, institutning Qalqon jamoasi 6 ta birinchi o'rin va 1 ta ikkinchi o'rinni egalladi. Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Adiz Boboyevning Oqdaryo tumanidagi ustoz sihatgohida ta'lim sohasi vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvi yuzasidan O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori Shahzoda Nigmatova maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultetining boshlang'ich ta'lim kafedrasi professor o'qituvchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Mazkur muloqot davomida viloyat rahbari tomonidan maktab ta'limidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlariga doir bildirgan fikr-mulohazalari kafedra professor o'qituvchilariga yetkazildi. Samarqand shahrida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida Talabalar Ligasi sport musobaqalarining respublika final bosqichi yakunlandi. Musobaqaga mas'ul hisoblangan O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida g'oliblarni taqdirlash marosimi ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. Samarqand shahar kengashi deputati, O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori professor Shahzoda Nigmatova fuqarolar, institut xodimlari hamda professor o'qituvchilar uchun sayyor qabul o'tkazdi. Sayyor qabul davomida xorijiy tajriba asosida talabalar uchun dala amaliyotini samarali tashkil etish, registrator ofisi faoliyatini takomillashtirish, ijro intizomi va boshqa dolzarb masalalar bo'yicha murojaatlar tinglandi. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademiga Said Shermuhammedov falsafiy merosiga bag'ishlangan respublika ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Bunda yetuk olim va mutaxassislar bilan bir qatorda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori professor Shahzoda Nigmatova hamda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti professori Jo'raboy Yaxshilikovlar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Institut rektori Shahzoda Nigmatova institutning iqtidorli talabalari Osiyo, respublika hamda universiada sport musobaqalarida yuqori natijaga erishgan chempion sportchilar, Turkmanistonda o'tkazilgan xalqaro matematika olimpiadasi g'oliblari hamda Qalqon jamoatchilik guruhi a'zolari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv so'ngida talabalar rektor tashakkurnomasi hamda pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida filologiya fanlari doktori professor Muslihiddin Muhiddinov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlab Alisher Navoiy va adabiy ta'sir masalalari, badiiy ijod, komparavistika va renessans mavzusida xalqaro ilmiy nazariy anjuman bo'lib o'tdi. Bunda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori Shahzoda Nigmatova ham ishtirok etdi.
Samarqand viloyat musiqali drama teatrida xalqimizning ardoqli shoirasi, Shuhrat medali, Mehnat shuhrati va El yurt hurmati ordenlari sohibasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Xosiyat Bobomurodovaning 75 yoshga to'lishi munosabati bilan Gulxonaga aylansin vatan nomli badiiy ma'rifiy kecha bo'lib o'tdi. Ushbu kechada O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti rektori Shahzoda Nigmat va institut jamoasi bilan birgalikda ishtirok etib, Xosiyat Bobomurodovani 75 yillik yubileyi munosabati bilan muborakbod etdi hamda esdalik sovg'alarini topshirdi. 15 may Xalqaro oila kuni munosabati bilan oila yuksalish poydevori mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirni institut rektori Shahzoda Nigmatova ochib berdi hamda oilaning jamiyatdagi o'rni, uning ijtimoiy, siyosiy, milliy, madaniy va axloqiy asoslari haqida to'xtalib o'tdi hamda talaba qizlarga amaliy tavsiyalar berdi. Shuningdek, davra suhbati davomida institutda faoliyat olib borayotgan rahbar ayollar ishtirok etib, oila va kasbiy faoliyat o'rtasida muvozanatni saqlash, ayollarning ijtimoiy hayotidagi roli va mas'uliyati haqida o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida Ishtixon tumani hamda Samarqand shahridagi umumta'lim maktablarining bitiruvchi sinf o'quvchilari va akademik litsey bitiruvchilari uchun ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining rasmiy sahifalarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.